L5S1da 8 mm bilan akam qiynalib kelganlar. Aka shu turishingizni ko'rsatib bering bitta. Turishdi. Ashcha qiynalyaptilar mana. Endi yurgandachi yurib ketish qiyinmi? Ancha qiyin. Yurib ketish ancha qiyin bo'lib qoldi. Qayerdan qayerga olib beryapti? Hop, beldan shu oyoqqa beradi. Shunda 10 oyog'iga tortyapti. 8 mm. Qancha bo'ldi? 40 kunlab olib qoldi. Xudo xolisa 8 mm bilan akamiz zo'r qilib beramiz. Faqat sal qiynalyaptilar. Yurganlarda shu qiyshiqlikni xudo xolisa ketkazamiz aka. Xudo xolisa. Boya divanga o'tirib turishlari ham qiyin bo'lganda, bitta ostik bu ikkinchi osilishlari. Osilishdan keyin o'tirib turib ham beradilar divanga, qanaqa bo'lganini ko'ramiz. Qani ketdik. Bismillah. Alloh shifosini bersin. Akamiz bilan osilishlari yonlari. Hoppa. Qiyin emasmi aka? Yo'q, zo'r. Zo'rmi? Og'ir yo'q. Mana qaraydi, boya o'tirib turib ketish qiyin edi. O'sha joy o'ziga mana shu divanni burchak etadi. Bitta o'tirib turib bering aka. Boyuzlar nomoddiy qiynalib turganlarida ustilaridan kulganday bo'lmaydi edi mana. Shuni qo'tiruvdilar boya. Boya umuman tura olmayaptilar. Cho'tkiymi aka? Zo'r. Joni sog' bo'lsin, kirib olasiz. Rahmat. Pastda nomerga murojaat qiling. Sog' bo'ling.